Da başlanışı 99 mindən başlanır. Yo'q, eng arzoni 55 mingdan qo'yib beraman. Xalqimiz uchun 4 xil senatib beraman. 55 ming, 99, 139, 159. Kelasizlar, eng qimmat g'olini ko'rib kelaversin boshqa yerda. 300 mingga ko'rdim desin, mendan 159 dan oladi. Rasmga tushirib boshqa etkasin. Buni lekin endi o'tgan safar 5 kun qo'yganda odamlar uspet etmadi. 10 kun qo'yib beramiz, xudo xolasa. Assalomu alaykum obunachilar. Bugun sizlar bilan birgalikda Urganch Raycenter bozorini kech o'lishini ham qaramasdan keldik. 111 Urgazdan yana yangiliklar bor ekan. Bilasizlar, 111 Urgaz gilam do'koni har vaqtdan chiqadi, lekin zo'r yangiliklar bilan chiqadi. Bugun nov yangiliklarni qilib berar ekanlar. Ko'ramiz obunachilar. Oldindan bir like ni bosib, kommentariyani zo'r yozib turinglar. Agar sizlarga chiroyli yangiliklarni qilib beradigan bo'lsa, albatta yaqinlaringizni ham yarib qo'yinglar. Do'konning adreslariga keladigan bo'lsak, obunachilar, bu yerimiz eski bozor, bilasizlar, bozor kuni imda Sammoy, buyon tomonimiz Sulton Maryam chorrahasi tomonidan kelaverishingizda Raycenter bozorining Toshkent stenkasi bor. O'shadan girasiz, obunachilar, giraverish joyi bor. Shundan kirashingizda mashinalaringiz uchun stenkalar ham bor. Bemalol qo'yaverasizlar. Hozir to'liqroq ma'lumotni do'konning o'zidan olamiz obunachilar. Telefon nomeri ekranda to'liqroq ma'lumot uchun va adreslarni so'rashingiz uchun. Jalol aka, assalomu alaykum. Og'a, sog'ligingiz yaxshimi? Yangiliklarni zo'r bor deb kech o'lishini qaramasdan chaqirdingiz, og'a. Og'abek, bizda bilasan, ham muaxshunning yangilikni shu kechda aytamiz, nachundasa o'ylab zo'r fikr kelamiz. Bizda hozir o'tgan safar bilsang 5 kun aytdik-ku bir aksiyani. 4 xil narxat. Eng qimmat, ya'ni turetskiy, iranskiy g'alalarni obunachilarimizga aytamiz. Obunachilar ko'p odam toza kirgan bo'lsa, hurmatli obunachilar, bizda aslan iranskiy, turetskiy g'alalar bor. Endi toza yangi obunachilaring bo'lsa, nelar bo'lsa, shuni tushuntirib o'ting. O'tgan safar 250, 280, 300, 400 minggacha sotilgan g'alalarni eng qimmatini 159 etib qo'ydik. Bugun ham shu kommentariyalarda, nelarda o'zlarimizning kanallarimizga yozib turibdilar. Bizlar ham bir zo'r g'alalarni arzon narxda sotib aksiya bo'lmaydi. Chisti rasprodaja bo'ladi. Do'konimizdagi barcha vajlara bo'ladi. Bir skak ketmaydi. Masalan, bumi, boshqa hammasining narxi zavod bahosidan ham arzon bo'ladi. 50% dan ham arzon bo'lib ketadi. Shu do'konda yana kirganingdan bilar eding. Iminni ishi g'alalarni kvadrat metrlari 350 ming, prosta hozir tushuntirib ketaman, keyin yoyib aytgizsam. 350 minglik bo'ladimi, 240lik bo'ladimi, 190lik bo'ladimi? Barchasi eng qimmati 159 ming so'm bo'ladi, Og'abek. Tutqanimi? Tutqani, xalaqani bizda bu to'g'ridan endi bu qimmat islari bor edi. Ushbu hidlarni ko'p odam kommentariy yozibdilar, avvalgi g'ala qaq ketgan. Shuning uchun bunda paketlardan ham akkab qo'ydim yana. Masalan, avvaldan qaq ketgan bo'lsa, bular paketdan nada kelmaydi. Yana toza, hozir bu videong uchun seni ochib beraman. Lekin men hozir hammaga maslahat beraman. Menda 150 ming sotilgan g'alalar bor, shularni 99 mingga tushirdim. Buni video davomida ko'rib o'tadilar. Shuni tavsiya etaman men xalqqa. Nechun desa ham byudjetli, ham arzon. Sifatlari, kачествоsi zo'r bo'ladi. Shunda boshlanishi 99 mingdan boshlanadi? Yo'q, eng arzoni 55 mingdan qo'yib beraman. Xalqimiz uchun 4 xil senatib beraman. 55 ming, 99, 139, 159. Kelasizlar, eng qimmat g'olini ko'rib kelaversin boshqa yerda. 300 mingga ko'rdim desin, mendan 159 dan oladi. Rasmga tushirib boshqa etkasin. Buni lekin endi o'tgan safar 5 kun qo'yganda odamlar uspet etmadi. 10 kun qo'yib beramiz, xudo xolasa. Bugungi chislani aytamiz, keyin 10 kundan keyin shu hisob kitobini chiqaramiz. 6-noyabr, shunda 7-noyabrdan 17-noyabrgacha. 7-noyabrda chiqadigan bo'lsa, 17-noyabrgacha bo'ladi, xudo xolasa. Yana Og'abek bilan gaplashdik. 5 kun qo'ysak uspet etmayeceklar. Shuning uchun 10 kun qo'yamiz, xudo xolasa. Bizanki bilasizlar, realniy bo'ladi. Birini alsang, birini qo'shib beraman. Uning gapi yo'q. Kelasizlar o'zlaringizni do'konning kelasizlardan xohlagan narsaingizdan bolalarni ham ko'paytirib qo'yamiz. Hammaga oddiyni o'zi bir bola qariydi aytamiz. Ishi g'olini yana gaplashib turgan odam bo'lsa, bir odam qariydi. Arg'i klienti arg'i odam qariydi. Bu yerda cho'lashib qolmaydi. O'tgan safar odam ko'p bo'ldi. 2 odam edik, ko'p odam xafa bo'lib chiqib ketdi. Shuning uchun odamni ham ko'paytiramizda, har kimga yordam etib boshlaymiz. Esa boshlaymizmi bir chetda? Birinchi chetda ish girashda metraj ko'rindi, og'a. Qara. Metrajlansini chiqib bo'ladi. Og'abek, bular bilasan, hamma o'zini narxlarini qo'yib beramiz. Yangi baho bo'ladi. 59, 99, 139, 159. İşlar yine hammasi 170, 180 ming sotilgan. Tuning videolaringni ham ko'rdim. 190dan shundan yolvorib o'zingni aytding, malades, kurashding, xalqda. Men 139 ming so'mdan. Keladi, xalaqani yana 139 ming so'mdan qo'yib beraman. Tutqanimi? Tutqani, xalaqani, eng qalini lekin bu ham qolgani ham shuda.
Yok, her xilisi bor. İzi Tepadan bormi? bor, ikkinchi etажdan. Qo'shasini qara. Ha. Mana chisti original, qalin yubka xil emas. Mhm. 139 ming so'mdan. Ava. Keyin ibular bor. Bular Turkmen pechatlar 99 ming so'mdan. Bu originali bu yana. Arkasından görsang ham bo'ladi. Yumshoq, sifatli, zakonli 99 ming so'mdan. Türkmen pechat bu. Turkmen pechatini xohlamasa bir ikisini oladi yana. Aboygul. Aboygul, yana gullari har xil, razmerlari har xil nelarida bor. Yana. Endi hozir bir chetdan men kutib o'tirgan, yoyib ko'rsatganimizga yetmaydi baribir, to'g'rimi? Yoyib obunachilarimizga ko'rsataveramiz. Og'abek, baribir hamma budjetni g'oli yaxshi. Men uni dim prostoy vaja ikkalasim kelmaydi. Nechun desa uni ishlatolmaydi. Arkasi kelib bo'ladi, yugandan keyin girish qiladi. Shuning uchun yaxshi vaj 80-90 minglik vaj sotishga harakat etaman. Lekin hozirgi aksiyamizda 55 eng arzoni bo'ldi. 80-90 95-100 mingliklar ham bor arasında. Hammasi 55 ming so'mdan ketadi. Bir kvadrat. Bircha. Ava, bu ham shu 55 ming so'mdan ketaveradi. Yine yoyib ko'rsataman size. Bir chetdan boshlaymiz, xudo xolasa. Endi bu yoyib berganlarimizning razmerlari necha bo'ladi, og'a? Qarayna, sen moqshunda to'g'ri tushuntirib so'raysan. Razmerlari, hamma razmerlari bor. Hamma razmerlari bor, risunkalari bor. Bu g'olalarimiz qara ichinde. 70 ham bor, 80 ham bor sotilgan, 90 ham bor. Ma farqi yo'q. Geladidan 55 ming so'mdan oladi. Eng arzonini ko'rsatdi. 55 ming so'mdan berame. Uni birsini olin, buni amang, bu sal qalinroq kelgan, bizda farqi yo'q. 55'lik so'radim, 55'lik beraman. 99'lik so'radim, 99'lik, 139 so'radim, 139. Eng qimmatini, eng zo'rini berma desa 159 ustidan 1000 so'm so'ranma. 159 Yine qara. so'mdan eng qimmat. Ava, ishlar yine 85-90 ming ashunda sotib o'tiribdilar. Yine g'ola qara, o'zing ham qachsasini tushunasan-ka. Sizda Ham 59 ming so'm. 55 ming so'm. Ava, 55 ming so'm, ha? 55 ming. Eng qimmatini 80 ming, 90 minglikini görsam 55 ming so'mdan aytib beraman. Og'a, shuni 8 ga 3'i bormi? Buni 3'e 8, 4'e 8, 3,5 8 liboy razmerlari bor. Bularda risunkalari ko'p. Yine ish g'olani ham yaxshi daniylar, obunachilarimiz. Bular ham yine 85-90 ming so'm sotilgan g'olalar. Bular ham shu 55 ming so'mdan 1 kvadrat metrlar. Geladilardan xarid etib ketaveradilar. 8 bo'lib Og'abek, buni yoyamiz desak qara. Men iloji boricha xalqimizga aytaman. Endi to'g'risini aytaman, odamlar iloji bo'lsa 99'likdan boshlab olib boshsanglar. Nechunda? G'ola oyda oladigan vaj emas. Giyim-kechak bo'lsa zayl yo'q, olaversinlar. Giyim-kechak bo'lsa olaveradilar. Bu g'oladan hech bo'lmasa 5 yil, 6 yil turishi kerak. Meni yumin-na, yumin. Shuning uchun men aytaman, tavsiya beraman. Eng ozi zo'r kачествоda bo'lib turganim 99'liklarni asilla. Shuning uchun hozir 99'liklarni dim ko'p assortimentida yoyib ishi videomizda tushuntirib beramiz. Ikkalaveringlar. Qarayjılar o'tgan videolarimizda seni kanalingdan qo'yganmiz. 139 ming so'mdan qo'yadik, yadingda bo'lsa. Yine 139 ming so'm. Saçaklı Turetski ucu bular. Kazlarını ham ko'rsatib beraver ashurlarni ana. O'zining etiketkalari hamma o'zlari o'zida turadi. Bular 139 emas endi, 99 ming so'm. Shuning uchun shu vajdan tavsiya etib turibman ayni. 99 ming so'm. Buni bir xil gul emas. Masalan, bir gendan keyin yo'q, bu guli qimmatroq, bu guli arzonroq deymiz. Qarayna, shu getdi meni. Screenshot kelaveradilar. Bergisi ham meni ketadi yana, qara. Bergisi ham 99 ming so'mdan ketaveradi. Bu javobiga razmer yo'q degan muammo bo'lmasang, Xudo xolasa liboy razmerlari bor. Biza shu razmer degan narsada hisob kitob aytib chiqaramiz videoni. Ko'p odam g'oli yetmay yerine video chiqaradi, unda etmesh kerak. Xalqqa yetishi kerak. Yegandan keyin hamma yetib, doja ortib ham qolishi kerak aksiyadan tashqari. Nechundasi 7000 kandan göre ortiq qani yaxshi. G'olalar, bam 99 ming so'mdan ikkavini ham yoyib beramiz. Hozir 99'liklarda vibram ko'p, gulam ko'p, kачествоsi ham zo'r. Voy. Qara. Seylab olaveradilar, bir dana gul emas, ikki dana bir dana gul emas. Meyda gul-ku, meyda gul. Buni qog'ozini ham ko'rsatib beraveramiz biz obunachilarga. Boshqada 150-140 tn bilan bizlarga 99 mingdan ketadi. Allah'ın ya. Üstüne 1000 so'm pul berilmaydi. 100% akril hem o'zi yozilgan. Keyin buni yana bir xo'shroy gullisi bor. Bergini yayber birinchini. Dastavka 40 aparib berishlarni chiqadi. Hozir endi dastavka berbi arzon qo'ydik deb dastavka etib bermasak xalq qiynalib qoladi. Ko'p odam döşölmeyin qoladi, ko'p o'zi olib borib döşölmeydi, boshqa etmaydi. Bu narsani ichga Og'abek, yine tozagan gul, yine hali boshqada chiqarilgan. Bu ham yine Alanya'nın toza firması, zakoniy narsa kachество. Avval gulni yangi modasi ekan, bang. Ava. Yonboshlari kirok qoladi, changoq qoladi dedilar-ku. Shuning uchun chetini yana mokriy korishniy bilan ikkisini aralashtirib ishlatilgan. Kofe svetdan. Ava, masalan, hozir gap ko'paytirmakda turibman-ku, 4 xil baho dedik-ku. Odamlar o'zi tushunadi. 200 minglik, 300 minglik g'olalar ham
Şu 159 ming so'mdan ketaveradi. Eng qimmati. Eng qimmatı, hali o eng qimmatini endi o'tamiz, xudo xolasa. Hozir 99'liklarni aytib turibmiz-ku. 99'liklarni yeb ko'rsatamiz. Qara, men sana yangilik aytib beraman. 139 dan ham qo'yib bo'lmaydi o'zi u g'olini. Men lekin 99 dan qo'yib beraman. Shuni olib berading. Чистый турецкий, dim kachествоsi zo'r. İpekni doğrusunu aytaman, 140-150 satib foydalansam bo'ladi emas. Lekin sen obunachilaring uchun 99 mingdan qo'yib beraman. İpekgina-ku bu? Чистый ipek, kachествосini ko'r, etiketchalar ham mana Vegas degan g'oli, чистый arabcha yozilgan original bo'ladi. Aha. Ikki yandan ko'rading svetini, ikki yandan ikki xil Bu svet beradi. ipek aralash Eronnoq ekan, bang. Вообще kachествоsi dahshat. Doğrusu 140 satsam bo'laveradi. Ish aksiyam doğru gekkan uchun 99 ming so'mmi, 99 ming so'mdan qo'yib beraman. Bu 4-3 razmer o'xshaydi. 4'e 3, 3'e 5, 5'e 6 liboy razmerlari bor bulankin. Ul razmerlari bor. Qalan razmeri bor. Ben aytchakim, xalqqa tavsiya etgan narxim, shu narsani ko'ringlar, e'tibor et. Mesela inazı videoda aytib turibmiz-ku, gendan keyin men bilan gaplashaman, ukam bilan gaplashaman, bilmaysiz-da. Gendan keyin shuning uchun aytib turibman, iloji boricha 99'likni ko'p ko'ringlar, 159'likni. Ne uchun desa, kachестволari zo'rlari qo'yilganda. Buni yana boshqacha gullisan bor. Birinchidan olib berading. Bu svetni qarab turading sen, o'shandan yeyib beraverdi. Bu veja qara. Bu yoyib boshlagan hamma o'zimiz o'sha socha, koja. Bu aytib turibman-ku, birisi 150 satılgan, birisi 160 satılgan, birisi 140 satılgan. Bizlar ağzı farkı yok ağabey. 99 ming so'mmi, 99 ming so'm. Og'ayim bu boshqa ochku bu. Aytib turibman-ku, Sen 139 mi bu? Yo'q, 99'lik aytib turibman. Hali 139'a o'tmadim hali. Hali uni o'tganimdan keyin o'zing hayratlanib boshlaysan. Bu 99 mi bu? 99 ming so'mdan bor. Avval gulang. Lekin tovarına qara. naqshi lekin bu modalari, gullari 200likni beradi ekan. Вообще kachество. Hali doğrusu 200'lik emas, 300 minglikini ham 159 etib beraman. Yani bana hisob kitob etib ko'raveradilar. Bu shunda 99 dan kvadrati. Kvadratı 99, işi duruşu 1 milyon 480 ming so'm pul bo'ladi abi. Lishchi pul ham chiqib ketmaydi doğrusu. Opparib berishingizni nega chaqa? Endi dastavkani xudo xolasa kelishamiz degandan keyin. Agar 3-4 g'ol olaman desa, kelishib taxlasak bo'ladi. Mesela endi bir dona g'ol uchun qiyrak bo'lishi mumkin. 4-5 g'ol olsa, olib borib döşab 40 tikib berishlarimiz ichida bo'ladi. Esa bunda tali vaqtdan cho'zmalidan 139'lika o'tali 139 bilan svetlarini ko'rasan, вообще dahshat svetlar. İçeride tekrarlanmaydigan svetlar yine. Qara, veja qara. Uy, Nechik? Bunning svet g'oli ko'rdingmi hali? shohona. Qalinligini qara. Bu Hermes degan g'oli, bu Urganchda kam ko'rinadigan g'oli. Ne uchun desa, kachествоsi ham zavodi bilan, bizlar bilan ishlayadi bu zavod. Buni narxi 180, 190, 200 ming so'mgacha sotilib turibdi. 139 ming so'm. Obunachilar, yine ko'ringlardan kachествосini ko'ringlar. G'ol oladigan yerine geldi. 10 kun davomida olinglar yine. Qarindoshlaringizdan so'ranglar, boshqadan so'ranglardan, kelinglardan heritet olinglar. Qalinliklarini ko'rib. Вообще dahshat narsa. Modasini qarang, bu shunaqa. Modasi Kachествоsi lekin renglari ham вообще zo'r narsa. Ena bunacha. Razmer bormi? Mana yo'q. Bulardan razmerlari bor. Qarayina. Mesela bu divalda duribdi, ishini sheriki yine. Ishini sheriki. 139 sang. 139 ming so'm. Bu ya Venesian kerak-ku bu ya. Divar. Buni bormi? Tuzun arkasına uriladi. Ava. 5 milyon sattık, Natijada. 6 milyon sattık. Senin kanalın için 5 milyon ham deb chiqarib o'tiribdilar. Moga gelsin 1 milyon 650 ming so'mga tushib qoldi endi. Endi u 3 milyon 4 milyon degan narx neda qoldi? Yo'q beradingmi? Oyna 139 mingni ko'paytirib ko'raver. 1 milyon 600 dan deysizmi? 1 milyon 600 mingga tushtirdi. 6'ga 3 razmer. 3'e 4'ü bu. Ha, 3'e 4'ü. 3'e 4'ü. Yine. Gap bo'lishi mumkin emas. Obunacha 1 milyon 600 ming so'm sochaqli, ko'jali, oxirgi modadagi Yo'q, ben solishtirib berjakim, narxini tushganini e'tibor etib turibman. 6 milyon, 5 milyon çişir basıp oldu. Bunun gapi yok indi. Bize de gelesler. En kımmatını aldım dese 159 ming so'mdan. Ortasını aldım dese 139. Zakonnik kachество, uyuma zor bozun dese 99 ming. Ben şu üçsünü tavsiye etmem halka. Ne için de 59'lıklar normal ne? Lekin bir lezzet bir şey çıkıyor. Bu alanı garanti bilen lezzeti bir şey. 55'liklar. Ama 55'lik indi beraber. 55'lik. Taza caylara bola veredi. Taza çıktım ben. 5-6 yıldan keyin yine özgertiremem dese 55'likinden hem beremem. Bundan razmeri köp. Bunu almanla da turganım yok. Bundan hem bar razmerli. Şu arkamda durganlarni tushasam şola. Kaçsala? Bular 99 ming so'mdan koyup beremem. Bularning xona razmerlari bor, hamma razmerlari bor. So'rab Geladidan. Obunacha ko'rib turibdim, menimcha shuni qiziqib turadilar. Kelaversinlar, bular ham arzon. Mesela 99 mingdan bo'lsa 10 metr olsa 990 ming so'm pul bo'ladi. 10 metr. Ava 10 metr olsa 990 ming so'm pul bo'ladi. Uning qimmat tushmaydi. Aha.
Ağabek hemen kütken vakt geldi. Şimdi 159'luka indi çayını içip Mekkem oturup alasla bu. Dım köp lekin bu. Yaya veremiz mi berçesine? Yoyamiz online arkanga Obunaçılar. Online etmem bereme. Online'da 4-5 hanam alaman dese bakamayalım ku. Üzem köpeytir bala veradi onu. Öyünde oturup. Niçe son bu başka da oturmaydı. Yayında. İşi kızılından başladı. Ağa şu arkanızda durğanlan çek. Farkı yok. Bula bilesen 190-200 min son satılalım. 159 min. Addi gına indi. Bir yanına bizden hem kıynalımız, abunaçılarımız hem kıynalmıydı. Halkımız hem kıynalmıydı. Kara. İn kalını. Yok Troya'dan bir pesi. Bağım Türeski firma bu modelle Türkiye boladı. Saçaklar hem ikkili kızıl kalınlıkını gör. Bundan 190-200 min son satıp oturttular. 159 min son. Kalınlıkını görever. Lekin Vorsi balandligi Troya bilan bir xil ekanda zirhlikda sal razilika bor ekan. Berber aytib beramiz. Troya desek Troya ham netimiz. Aytib beramiz Liboy qalan. Buna mı yaya bereyni? Bardoy so'ragan obunachilar uchun. Yine sen üçün vapşi dehşetlerini. Kan. Yine. Bu nersen kara. Buna deri danidli adamla. Yine doğrusu da. Ne için dese danıklığı alı bu. Bunu 7 milyon, 5 milyon az onun gibi yok. 2 milyon var mıydı indi bu? 1 milyon 920 min son plat düşer. 20 senem koluna kayıtıp veremem abi. 1 milyon 900 min. 159 min son. İndi kıymat narxta amisla abunaçılarımız. Ağabek yine sizlere şunu şarait yaratıp berttirdi. Şimdi halk hizmetçisi bolup turttu. Çünkü yine geleslerden hakikatini çıkarsan işini zor bola veredi. Abunaçıların hem senden minnettar boladı. Hem arzallıkını hem görediler. Geledi'den 159'dan kita veredi. Eng asosiy gap xudo xolasa davomi sizlarda xudo xolasa. Xudo xolasa bizlere yine mesela 159 diyenden keyin nere özgertiremem ben bakan. Şunca adam beldinden çıkıp 159 et tutma, 99 et tutma, 39 et tutma. 55 bin dedim. Bunu özgertirip bu muydu? 4 yıl gitmeyine sen bayına bu ba oğul bala aytkandan keyin beceredi. Geledi 159'dan alaveredi. Javob ikki razmer bormi? Razmerini Xudo xolasa razmerlerimizi kağızlarını koluna tutturup bereme. Şunun içinde razmerini seylep alın deme. Ne için dese razmer öte köp. Az aytaman desem yarım saat vaqt gider. Kara bu nerseni bunu sinisini falan soma 159 alıp durup akı koşayarak ku bilsen. Akını 180 devlim ben akı. Ne için dese in kıymeti 159 dedim. Ava. Yine. Ağabey kara. Aksiyon. 159 min somdan üstüne 1000 som pul münmiydi. Çisti orijinal. Bulanın narxlarını hemme biledi. 180, 190, 200 min somaça satıp oturttular. Hemmesi getedi. Razmer bor. Azda sen ibana ötürden istilerini nadir açtırıp dur. Nadirini çakır. İsli xuşbu xidilerini açıp duruyunca bize yani gözetip ötedi onun kımmat qalılara ötemeyindi. Abunaçılar faydalanıp qalsın. Komfortdan gilemiz var. Troya'dan belenti. Yani Troya 200 min ku. Troya 200 minga tap bulmasa kerak uni. Tap boladı. Boladan. Özümde az 159'dan tap veremezsen Troya. Kan. Kara. Ketdi. Yine komfort. Bu komfort danidon danidi köpanam gözetmiydi bu qalı. Bu qalı ağır qalı boladı. Dizayni yomon-ku buni, ey. Bu sen kalınlıkını görsen bunu. Vapşi kaç situası dehşet nerse. Kalınlıkı, vibri, vapşi kaç Troyadan situası. yaxshiroq ya Troya bilan bir xil. Troya bilen işki kaç situası boyunca bu. Solishtirsa bo'ladi. Bu İran kaç situası bu an üçün. Ya şeker sap turganimiz bor, suv sap turganimiz qaysi? Van unamayamiz. Kara. Bu yine kara etiketçe boladı. Arapça yazı yazılgan. Kara etiketçe. Komfortda biraz koyadı. Üzünü yazılgan boşu ye. Komfort. Gülünen bak. İşi qalı yine 230-240 min som satılıp turttu. Çesin. İşi qalını 159 min somdan beri vereme. 159. 159 min som. Üstüne 1000 somlu işi pul tölemiydiler. Lekin yangi dizayn, na bunachilar? İşi yine 3 milyon 600, 3 milyon 700 min som çıkıp duruyordu. Hazır 2 milyon 250 min som çıkar. Əlləsən, aptaşı verəsiz onu. İndi üstünde beri bu Xarazmda alt taşa deydi, onu da deydi, onu çap deydi, böl deydi, işgal çapamız, bölemiz tapdı. Kulağını aptaşa deydi, kuyruğunu aptaşa deydiler. Yok, sen yaya ver, bana göset ver. Ki imında bayına. Bağım şunluğun, bağım İranski, Troyanı kaç tolarında dokulgan. Yine kara. Yine. Bu nerse kara. Bu güllərini nədən tapıb dursa bilməm. Bu aytazan kuyuna, mən özəyəm mox yengilik etəmə, qalını, şuna klientlere göstərəmə işi qalını. 250 min demən, özləri xalap 250 dənə alğan adamlar bax. Mən doğrusunu aytaman, 1-2-3 dükkanda bir xil giləmi reklam etəmə. Lekin neçə sona yayımız? Yox, mən ayt çəkim, yengilik etçini yaxşı görəmən, bir ödə bu vəzən ikkələsim gəlmiydi. Həm yaxşı vəzən ikkəsəm, klientlərimiz bir vəzə alandan ikin şun. İşanasan mı? İşini bir adam aytdı, kıdıraman dedi, tap ölməsəm səndən 250 də alaman dedi. Tapsanız dedim, 150 minlə bərəmən dedi. Tap ölməydi axı, nə üçün desə bizə də bakır bu. Başqa yerdən tap ölür. Gəldidən 250 minlə pul sana yatırırdı, 200 minlə bərdim. Doğrusu da az indi 200, 150, 170 yox, 159 min.
Tutqanı 159 ish oldi. Razmer bor. Ava, obunachilar, yine Agabekning podpischiklari, kelinglar 159 mingdan üstüne 1000 so'm pul qo'yilmaydi. Troy olasizmi, Isfahan olasizmi, Shoh Sulton olasizmi? Hech farqi yo'q. Hozir yomon desa g'olalar beda ko'p. Ben sana şu islilerini ya taza genlerini ham şu bir gösterip beni aşağına. Yangi ekan. Hozir yaydı. Og'a endi hozir menimcha paketdan bulonbadan ochib turibdilar buni. Ava. Prosta açınca köp adam aytadi-ku. Aha. Ey bir dana kaptı, iki dana kaptı. Bize de easy vagonlab gelip yattı. Zakaz bergerle alıp turttu yine. Bırak üstüne ey bana. Qani ketdi. Yine. Hop. Kara. Voy og'a. 3 metre 6 metreden yer razmer yine. 3 metre 6 Instagram metre. gösterimini ne bo'lsa bo'lsin. Yayamız xudo xolasa Instagram'a yayamız. YouTube'a YouTube'dan üstüne çıkayım. Bir iyisini görsen bunu. Üstüne teşkile yimalanıp keteveresen. Ben tuttum kameramı tuttum. Ya xushbo'y hidli deyenden ku bina. Kameramı tuttum ben de göreyim. İslam abi? Bu islisi bu yine. İslam ay. Nişik. Yok. Приятныйdı ağa. Adam bir midesine değil miydi? Abi köp adam isli dese işan mıydı da? Gelsin ama sen bir Yo, gör isli, gitsin. isli. Doğru mu? İsli. İsli kalı. Bomasa ben onu. En kalonisi jolla, en kalonisi isi yetip kalmaydı mı sen? 7 yıla garanti haber koyma koy. Gitse ket taşasın yine. 7 yıl. 7 yıl açar. Bergin'e kara indi. 7 yıl maşina garanti verdiler bu teknike. Kara. Niçik? Veç Moda mi sen lan. veç? Ava. Aha, iş versen sen döşetseler bir. Ulan Mimarlar girgende bakayın. Neden? Saçaklarına kara. Altın saçak mı? Saçaklarına kara. Altın saçak yine. Eli upakov iki paket. Ya be başka şey. Üstüne yine özlerimiz birinci min tutmuz yine. Çok kinerse. İyisi Götürsen ku. pünkürüp gitti berene Vapşı iyisine. zakon inerse. Lekin iminiyajada döşet aytkandan şu mimarlar girgen vaqtda bir o başka öz ekan dep koyadi. Indi doğrusu ne de aldın da birinci savol ne de aldın boladı bu narsa. Köp adam Taşkent'ten dedi, köp adam İran'dan. Indi aytadı 111'dan aldık dedi. 111'dan. Narxını içe dese lekin narxını 159'dan 300 köp adam koyar güledi o. Lekin doğrusu Ağabek bunu satıp faydalansak ham boladı. 250 260 şunu desek ham boladı. Aha. Lekin şu xalq 111'ni şu yaxşı görüp kap gelip turup şuradan xarit etsinler moq. Bir danıqlı bokkasılar deyen maksatda 159'dan köp adam soruydu da sizler bunu etip aksiya etip ne etip ne fayda tapasla. Bize de fayda da emas. Mesela işin örselerimiz yine durğana ne fayda. Çıkıp yatıp deyizdi, başka etip yattı. Gelsinler 159 bin son nasıl? Zor. Az mı köp mü bereketini versin. Jalbek On son qarang. bir son. Siz adımını menimcha 6'ga 3'e 5'e 3'ünü yaydınız. Teyindeki 6'ga 3 bu 3'e 5 yarım. Endi buni razmerlari bormi? Masalan 6'ga 3, 6'ga 4, 7'ye 3. En özü nito razmerini yaydım sana. 3'e 6, 3'e 5 yarım diyen özü en kem geledi onun. Ucu bu gelinden ki argılan oylak görever. 4'e 7, 4'e 8 diyen hem özü geledi. Zo'r. Og'a yana bir niye hayran qoldiradi o'zi ayol. Hayran kaldır adam vec bolsa. Og'a shudagilar hammasi shunda 159 ketdimi? 159 ming so'mdan. Tutqanini Ima olmasa. qaray bu qalını sana küter desem nito bolar ha. 100 kilo çıkadı işi qal. Og'a bu nazich bu. Sen azı duradın yayıp göçesem. Su öte, şunu Bu vapşi Şekerli suam su girmiydi, nasıl? başkam girmiydi. Bu sen görgenine keyin geldi. Bu vece kara. Bitti tolalım onu. bu ne suyet bu? Suyeti Bu ne? persik üsü. Persik hangi şaptalı? Şaptalın süveti bu ya. Bu mesela şaptalı dedik o. Kara ağabey, vece kara. İşin üniversitenin döşüydü zaman geldi ki xuda kalasa. Evvel kurdu Türkmen piset günlere gül. Yok bunlar hem kalalan yaman diyecekim yok. Prosta Baku zaman özgerttirdi ku. Sizde Doğru Baku ba mı? bize de. Yine kudurttu. Zaman özgerttirdi ku. Zamanan karab berbi. Ne şikek. Köp bu- adam geledi da. Körpeçe edin ku. Dumzor kalıbı. Köp adam geledi da özünü yer oradı. Ey bize uan bola veredi. Ey bize. Unda etmeyin ha. Ha. Nesi unda etiş gerek. Hayatta bir yaşıysan. Hezzetip zorunu gerek mi adek kesildi. Ya tuftası bola veredi bana. Ben köşte ötük eteme. Un inemez. Özünüzün hayatınızı özgertiş özünüzü kozdu. Zorundan taşanla. Hezzetip döşenle. 159 minle işi duruşu 2 milyon 250 min dolar. Yok Liboy adam alıp biledi ku. Bunu muhakaran o tendekinde namsı çıkı bana. Bu vapşi başka kalı bula. 300 Buna min kımmatrak 320 distar ben min. ya. Onun beni distar aldam sallam etip. Hiç neresi yok. Dükkanıma gelsin. Halaganlasın. 300 minlikini alam, 350 min alamı. 159 minle. Muhakaran azı siz Jalbek'e ne deyen vajı görsetmediniz ha? Ava. Görsetken vajlarımı fakat beramen genden keyin yok ay Yok. ona berip bilmen Kara sen demişsin. ne o da düşüntürüyorsun aynı. Aşıdan tartıp işte divaldaki ber çekilenlerim. Yımında yine 320 minlik alıdır tikkiden az. Bu şehir kayısı 4 milyon sonla. Aha. Her kayısı. Hazır 159 milyonla. 159 min sonla. 2 gilemin yine 2 gilemin 5 milyon bu muydu az? Yine buna sen Danası 5 milyonluk alası ikisi 5 milyon bu mu? Lekin baş başka özeki. Zor galalardan ayeti tutman kusan kaç doları Aga şu vajne razmeri ba doğru mu? Liboy razmeri var. Sveti tapıladı mı? Sveti yine imda ne salat sveti var. Buna mi ayıp beraberik? Yine xuda kalaksa şu Neden tapaslam? bir gözetcenden keyin
Bu menimcha Yine mesela o'zingning ishingda sen ham yangilik etishni yaxshi ko'rasan-ku. Ava. Bizda ham shuningni yangilik etsang o'sish bo'ladi. Gap yo'q lekin. Ko'rsataman. Vaj lekin. Yo bir masalan zol joylarini bir ob'oylarini, remontlarini moslamoqqa zo'r ekan-da. Qara, yangilik svetdan aytganingning svet degan narsa hozir odamlar yoqib turibdi. Perdalar ham ko'rib tursa, boshqacha svet, har xil Qani men svetlar. ko'rasizmi, avokado svet deydi, bilasizmi? Dim boshqacha svet. Yani fon beriladi, как раз shunga tushadi ekan. Nima qarang? Doğrusu dim og'ir lekin kachествоsi o'zini simmatına mos narsa. Ko'rib tursan, zishlikini ham ko'rsat. Vaqti zo'r narsa. Bir shakarni pishib turib, shakarni do'rsat berib turib, qo'lda terib olgan. Videodan ham tushunadilar o'zi bo'g'alan. To'g'risini aytaman. Videodan ham tushiradi. To'plab oladi o'qiydi ekanmi lekin. Videodan ham tushiradilar. Necha so'm? 159. 159. Ava. Ava savol beradilar. Shunda bu aksiyamiz o 7-noyabrdan 17-noyabrgacha bo'ladi. O'tgan safar 5 kun aytganda uspet etmedik dedilardan ko'p odam. Shuning uchun 10 kun aytib beraveraylik. Yetadi-ku, xudo xolasa valloh. Xudo xolasa. Sizlar birinchi kun ishlaysizlarmi yo dam olishmi? İşlimiz yok birinchi kun. Ish. Bozorning ichine alakası yok-ku bu, ko'cha tarafda-ku bu. Azondan Manzillarni tushuntirdingmi? Ava. Azoningi 9dan kechki 7gacha. Kechki 7 adam. Ava. Dastavkasi hamma o'zi bor dedi. Hamma bor. Xudo Hamma xolasa. o'zi bor. Bu g'olalarni ham ko'rsatib turibmiz. Yani hech kimda yo'q vazlardan ham 1-2 ni yayib beraman. Keyin depadagi turgan vazlarni ham ko'rsatamiz. Shu bilan o'zi hamma vaqtini, qimmatli vaqtini o'g'irlanmizdan Zo'r vazdan ko'rsatlar. Zo'r vazlarni ko'rsatib beraman. Bir komment ham qo'yib beraylik. Yaxshi. Hadi ushlab ber. Sini. Bu sini bu o'zgacha sini lekin Bag'abek. Sini. Bu viskoza degan g'ola bu. Viskoza. Viskoza. Viskoza degan nima degan yumshoqqina. Bu kamdan kam odam aytchaladi bu ishni. Ya ko'pincha gilamlan ko'rgan bo'lsangiz cho'qadi, bilasizmi og'a? Bu narsani ushlading, o'sha narsa shuni. Ishladingmi aytganingizdek? Ushlading. Приятный. Gördingmi? Вообще dahshat narsa. Gelinning va gelinchakni yumshab qo'yadi. Bu narsani Og'abek 270 ming so'm oxirgi berib o'tiribmiz. Qo'lisiga qarang. Hozir ham oqi bor, sinisi bor, 270 ming so'm sotib o'tiribmiz. Farqi yo'q, 159 ming. Odam tan ne qadar ekan, Men bormi, nima desam sana? Keladi-ku obunachilar. Men arzon berishga harakat etdim. 159 kuydi hammasi. Men iloji bo'lsa zo'rini taklif etaman. Yo'qmi, u yoqmadi deb o'zini bilganini aytsa, o'zini yo'lina qo'yib beraman. Yo'qmi, zo'rini o'zingiz saylab bering, o'zingiz cho'tkisini taklif eting desa, men o'zim cho'tkisidan zo'rindan taklif etaman. Lekin shu Ya Nito gulini nesini taklif etimmi, zo'rindan cho'tkisidan taklif etib beraman xudo. Mana to'zmaydigan, umuman mahkam kerakdigan bo'lsangiz, tendek eng zichi zo'r ekan. Agar men yumshoqqina neji zo'r tursin desa, ustundagi zo'r ekan. Bu kachествоsi lekin o'ta boshqa narsa lekin. O'zing ham sipalak ko'rding-ku, narxlarini, boshqalarini, kachестволari lekin вообще dahshat narsa. Ranglarini ham Xona kamroq giradigan obunachilar bo'ladigan bo'lsa, shu vazni to'shab qo'ysangiz yumshoqqina bo'lib turadi ekan. Buni ranglarini ham ko'rib tursan-ku, вообще boshqa narsa. 250 ming so'mdan hozir ham sotib o'tiribdilar. Super shaggi degani bu, mikro shaggisi bor, u arzonroq bo'ladi. 200 ming bo'ladi. Bu super shaggisi 240 ming bo'ladi. Ava. Mana. Buni ko'rdingmi? Buni lekin bu originali bu. Originali вообще kachествоsi zo'r bo'ladi. Ranglarini ham ko'raver, o'zing sipala. Eng dahshat xilisi. Buni ham 159 ming so'm. 159. Ava. Lekin Spaniyalar, bolalarni xonalarni вообще zo'r chiqadi demak. Og'a bir razmer standart bo'ladimi yo razmer bo'ladimi? Razmerda bizda razmer ko'p. Bu xonamizda toza ham ko'rsatib o'tamiz. Buni razmerlari 2,5, 3,5, 3,5, 4. Xalasoyda rulonlar ham bor. Rulonlardan narsalarni ko'rsatib taqlab beramiz. Bular ham 40, uning natish. 40 zötib Spaniyalar liboy razmerga taqlab zötib bersak. Bu 159. 159, eng qimmati 159 dan. Keladilardan xarid etib ketaveradilar. Bular ham ko'rsatib ber Og'abek, o'tgan safarina ishlarni 5liklarni 250-260 mingdan chiqarib edik. Zish gilamlar. Bular 5 metrliklar pod zakaz keladi. Hozir tayyor turibdina. Enimi? Yeni 5 metrliklar. 4,5. Bular ham 159 ming so'mdan keladilardan zishlikini ko'rib olaveradilar. Yana qara. Buni yana yaxlidina. Ishonunda yana yotibdi-ku hammasi. Bir de her xil g'olib bor. 130, 140, 150 hammasi 99 ming so'mdan. Ketaveradi. 90. Geçecek o'xshaydi ham. 99 ming so'mdan. Keyin bu yoqda yana iranskilar boyina, o'tgan safar Shoh Sultonlarning xushbo'y xiyli deb yozib qo'ydina. Bular ham 220, 230 sotilgan. Zishlikini qarab. Вообще kachествоsi zo'r narsalar. Yana.
Zo'r, har xil razmerlari bor. 3,7, 3,8 razmerlar bormi deysan-ku? Divaldagi deydi. Xolag'anini olaversin. 159 ming so'm. Eng qimmatini olaman desam 159 ming Divolas so'm. ko'slaqay. Devolamaz qo'shiraydi ko'p uzun. Iman qara. İbom zo'r, qalin. Bu 139likidan. Bozorda to'xtamay sotiladigan gilam. Bu 139 ming. Ava, 139 ming so'm. Aytib beramayman, chotga deb. Ina devolda turganlara qarayna. Ina. Ya sen Troya'da turadingmi? Aha. Ina. Kontrol. Troya'ni 200'den tapılmaysa qadar turadingmi? O da turading sen. Ho, ina. Uning gap bo'ladimi? Uning de naqa bekding. Uning de naqa. Ho. Troyan bu? Ho. Taniysanmi axı? Ho, ancha. Ina. Necha Necha dedim men eng arzon narxi? 200 dedi o'xshaydi. Yo'q, 159 dedim. Yo'q, sizda 159. Ne deb chalg'itma? Hisob. Yo'q, men endi 200 dan topolmaysan degan gapni aytibman. 200'den tapılmaysa hakikat o'zing aytding-ku. Troya 159. Voy, kelaversinlar yine. Troya. Yine. Oqi bor, qizili bor Troyani, yanındakilari bor, xolag'anini geladidan liboyini olib ketaveradi. Qizilini ham ko'rsatana Troyan. Bordoy Troya. Bir etiketkasini ham ko'rsating, shunda ko'rinib ketadi. Ko'rsat. Shu. Etkasini 159 ming so'mdan geladidan xarid Troya. ketaveradi. 159. Razmeri 3 metre 4 metr. Kime 3 ile 4'lik kerak bo'lsa, azam bilan telefon etsin, appar bo'yina tashab ketadilar. Getdi bo'lsa, bir xonangizda ideal ketadi. 159 ming. Bular 55 ming so'mlik metrajı, 55 ming so'mliklari. 55. Bunun arkasında amina biti 55 minglik alınladır tina. Bunun Hammasi. arasında mı karayın hava? Kara. Bunlar yine kalınla evvel 100 ming 90 ming satılgan. Bunlar kızılla çıraylı'na fark yok. 55 ming sonuna. Bunlar 139 ming ne? Katarına. Yine. Qanay? Hava 139 ming sonuna. Troya. Yani yine 159 ming ne? Yani getdi 159. Halağanını göreversinler. Kaçıstolarını özün seylep netip göreversin. Gelden so'ng oldin ya chalg'ishma degan vajh yo'qda. 4 xil narx olsa. Ana ölmez şunun için. Hem udobni geledi, pulunu aytadı, başka aytadı. Geledi yine uçladı şunu 159'luk, bu 120'lik ya bari giteveren. Yani. Kara, bize başta neçə temiz. Bunun aralarında 159'dan yukarıklara var. Şunun için ertarak gesele, şaşılıp gesele, en kalınlarını uspet ettik kaladılar. Doğrusuna, zorun alaman diyen adam ertarak gengle 5 gün içinde, 4 gün, 1 gün içinde geseyse zorun alasla. Yap boşum. Esa, hurmatli obunachilar, shuningdek gelaverasida xudo xolasa kanalni g'abekni tushuntirib beradi. Salomat bo'ling, sog' bo'ling. Telefon nomerlar ekranda. Videoga albatta like bosish yoddan chiqmasin. O'tgan videolarimizda xarid qilgan obunachimiz va fikrlaringizni kommentariyada kutamiz. Salomat bo'ling. 111-magazin Urgaz gilamlarida hammani kutamiz.